Maktabga telefon olib kelgandim, ammo o'qituvchim sumkamni kovlab, telefonimni olib qo'ydi. O'qituvchimning harakatlari to'g'rimi? Ushbu savolga javob barcha maktab o'quvchilari uchun qiziq bo'lsa kerak. Vazirlar Mahkamasining 2012-yil 21-maydagi O'zbekiston Respublikasi ta'lim muassasalarida mobil telefondan foydalanish tartibi to'g'risidagi qarorga ko'ra, ta'lim muassasasiga kirishda nafaqat o'quvchilar, balki o'qituvchilar hamda boshqa shaxslar ham o'z uyali aloqa vositalarini o'chirib, ularni sumkasiga solgan holda kirishlari talab etiladi. Bu talab buzilgan taqdirda pedagog xodim o'quvchining telefonini olishi hamda bildirishnoma tuzib, bildirishnoma bilan birgalikda telefonni maktab direktoriga topshirishi kerak bo'ladi. Maktab direktori esa telefonni faqatgina o'quvchining ota-onasiga qaytarib beradi. Ushbu vaziyatda agarda o'quvchi telefondan dars mobaynida foydalanmayotgan bo'lsa hamda uning telefoni o'chirilgan holatda uning sumkasida turgan taqdirda pedagog xodim o'quvchidan telefonini olib qo'yishi mumkin emas. O'z huquqlaringiz haqida ko'proq bilishni hamda ulardan to'g'ri foydalanishni xohlasangiz, meni kanalimga obuna bo'ling.